Xullas qarindoshlar, xolamni qizlari ko'rsatishi bo'yicha 6 dona roltinni olib, uni ustidan tomatni sok quyib, uni ustidan sut quyib, uni ustidan esa smetanani yaxshilab surtib, ustidan sir solib, sirni ustidan bir parri qilib kesilgan kalbasani terib, uni ustidan ham sir solib duxovkada pishirib oladigan bo'lsak, shunaqa bay narsa bo'lar ekan deb buni qaranglar. Endi esa biz buni o'xsharmikan-a? deb turib 4 dona roltinni oldim qarindoshlar. Nega 6 ta emas bilasizlarmi? Uni qizil idishimga faqatgina 4 dona roltin sig'ar ekan. Roltinni ustidan ayamasdan tomatni sokni quyib, uni ustidan esa xolamni qizlari videoda ko'rsatilgandek qilib, suzmaga o'xshab ketadigan narsani surtib chiqdim qarindoshlar. Ko'rinishidan umuman yeb bo'ladigan narsaga o'xshamayapti-a? Bu go'zallikni bekitish uchun ustidan ayamasdan sir soldim. Sirni ustidan esa parri qilib to'g'ralgan kapchonnini voy mazasi rasa zo'r ekan. Shuni ketma-ketlikda chiroyli qilib terib chiqdim qarindoshlar. Hech e'tibor berganmisiz qarindoshlar? Bitta videoda necha yuz marta qarindoshlardirkan mana. Sanab ko'rganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirarsizlar. Kalbasani ustidan ham sir solib duxovkada 180 gradusda 20 yoki yarim soat pishirib olganimizdan keyingi natijasi bay shunaqangi zo'r hidlar kelyapti. Boyagi ko'rinishi umuman yeb bo'ladigan emasdi. Hozirgi ko'rinishi ishtahani ochishini qarasanglarchi. Ha qizim, shu bolaga tegsang bo'lmasmidi? Har kuni mana shunaqa har xil narsalar pishirib meni ham kutib olardi deb turib orzu havasiylarga erik bermanglar qarindoshlar. Men sizlar o'ylagandagi bolalardan emasman. Xullas, xolamni qizlari tavsiya qilgan roltinni mazasiga gap bo'lish mumkin emas. U bizaltini uyda sinab ko'rishingiz kerak ekan. Bu videoni esa aynan menga o'sha qizini bermoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Endi kechligini bilib bir kuysin.